Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir mana biz qo'ng'iroq qilamiz. 4223-bilet egasini aniqlaymiz. O'tgan safar finalimizda qo'ng'iroq qildik. Bizga javob berishmadi. Bog'lana olmadik. Buning sababini hozir bilamiz sizlar bilan birgalikda. Aziz do'stlar, hozir qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p. 4223-biletga necha pul chiqqanda, adashmasam $1000 chiqadi. Hozir ko'tarsa, hozir gaplashamiz barcha. Aziz do'stlar. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni Muhammad Jesni kanalidan bezovta qilyapmiz. Aka, o'tgan safar siz bilan bog'lana olmadik. Finalimiz vaqti. Nima uchun siz bilan bog'lana olmadik, a? Nima bo'ldi, tushunmay qoldim. Telefonim sinib qolib, endi tuzatib oldim. Ha, juda yaxshi. Xo'p, mayli, o'zingizni tanishtirib o'ting. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? Nechinchi yil? 6-yil. Ha, juda ham yaxshi. Akajon, bizni kanalimizda ishtirok etibsiz. Necha bilet xarid qildingiz bizdan? Bilet raqamingiz? 4223. 4223. Kim tavsiya qilgan bizni kanalimizni? Do'stlarim tavsiya qilishdi. Telegram-dan. Juda ham yaxshi. Akajon, qisqa qilaman. Akajon bizni kanalimizda o'yinimizda ishtirok etib, 4223-biletingizga $1000 yutib chiqdi bizdan. Tabriklayman. Obunachilar ikki og'iz tilaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Yutganlar bor, yutkizganlar bor bu o'yinda. Obunachilarga tilagim hammaning omadini deb ishlarga rivoj tilayman. Rahmat. O'yinimiz ishonchli ekanmi? Ishonchli o'yinlar. Gap yo'q sizga ham. Biz tomonidan qo'polliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Navbatdagi o'yinimiz ham davom etmoqda. Bilet olmaganlar bo'lsa, bemalol siz ham ishtirok etib ko'rishingiz mumkin, do'stlaringizga tavsiya qilishingiz mumkin. Hop, YouTube'ingizni administratorimiz o'zi bog'lanadi. Qayerdan olishingizni tushuntirib aytib o'tadi. YouTube'laringizni qo'lingizga olganingizdan keyin bizga bemalol video tashlab qo'yasiz. YouTube'laringizni olganligingiz to'g'risida. Biz uni kanalimizga joylab qo'yamiz. Rahmat sizga ham e'tiboringiz uchun. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, mana 4223-bilet sohibi $1000 yutib olgandi bizdan. Telefonlarni ko'tarishmagandi, baribir topib bog'landik. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, aziz do'stlar. Nasib bo'lsa, navbatdagi tadbirimizni ham chiroyli tarzda o'tkazamiz degan umiddaman. Bilet olmaganlar bemalol bilet olib qo'yishingiz mumkin. O'tgan safar ko'tarmagan akamiz. O'tgan safar bog'lana olmadik. Esinglarda bo'lsa. Ha, biletlarimiz bor. Bemalol yozinglar aziz do'stlar, Telegram qoldirganmiz. Telegram linkka qoldirilgan primoy nomer qoldirilgan. Bemalol o'tib murojaat qilishingiz mumkin. Biletlar yozib beradi yoki men o'zim yozib beraman yoki administrator yozib beradi. Bu qanaqa o'yin debdi. Telegramimizda barcha ma'lumotlar berib borilyapti. Telegramimizga qo'shilinglar, Telegramimizda barcha ma'lumotlarni tanishib chiqasizlar. Ma'qul kelsa o'yinimizda ishtirok etasizlar. Yo'q, O'zbekistonga umuman aloqasi yo'q. Ishonchli albatta. Ishonchingiz komil bo'lsa, keyin ishtirok etishingiz mumkin. Ishonchinglar komil bo'lmasa, ishtirok etmanglar. O'yin majburiy emas. O'yin ko'ngillilar uchun. Rozi bo'lib, yaxshi niyat qilib o'yinda ishtirok etib ko'rishingiz mumkin. Hech qachon majburiy emas bizning o'yinimiz. Ma'qul kelsa, o'yin shartlari tanishib ishtirok etishingiz mumkin. $1000. Bilet narxi $1000. Aziz do'stlar, bilet narxi $1000. Bemalol omadingizdan ko'rishingiz mumkin. Ishinglarga omad debdi. Rahmat kattakon. Sizga ham omad. Bunday o'yinni boshlab yaxshi qilibsizlar. Kimningdir patenti, 5 oylik patenti debdi. To'g'ri akajon. Kimdir 5 oylik patenti, kimdir qanaqadir kichkinaroq bir muammosi bo'lsa, shu muammosini hal qilishga yordam beradi. $1000 ham yomon pul emas, deb o'ylayman. 4223 bilet. 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 4223
7000 debdi bizga yoqda bittasi. Bizda patent 7000. 3000 patent, 5000, yana necha pul debdi? 8000, 10000. To'g'ri, Rossiyani adashmasam bir 70 dan ziyod viloyati bo'lsa kerak. Hamma joyda har xil. Qayerdadir qimmat, qayerdadir arzon. To'g'ri. Rahmat sizlarga ham omad. Navbatdagi turga start berganmiz. Kanalimizga o'ting. Kanalimizda bemalol tanishib chiqing shartlari bor o'yinlarni. Qanday bilet olsak bo'ladi debdi. Hozir tushuntirib o'tdim. Bizning kanalimizga o'tasiz. Kanalimizda ma'lumotlar bilan tanishib chiqasiz. O'yinimiz shartlari bilan necha turga start berildi, necha pul qo'yildi, bilet narxi necha pul. Ma'qul keldimi, ishtirok etasiz. Biletga to'lovni qilasiz, chekini yuborasiz, ism, familiya, telefon nomeri obязательно qoldirasiz. Finalimiz kuni aniq qilinadi. Telegram kanalimizda ma'lumot beriladi va YouTube kanalimizda bo'lib o'tadi. Final vaqti nimadir yutib chiqsa, sizga obязательно qo'ng'iroq qilamiz. Shuning uchun ishlab turadigan nomer qoldiringlar, iltimos. Davom ettiramiz, xudo xolasa. Kobotlardan bosing debdi. Bosamiz, inobatga olamiz. Hozirda pul yutuqlari qo'yilyapti bizda. Kobotlarni ham qo'yamiz. Inobatga olamiz obязательно. Ishtirok etsanglar bo'ladi. Sberbank kartalar bo'lsa yoki Tinkoff, Rossiyani любой karta raqam bank kartalari bo'lsa bemalol to'lovni amalga oshirib ishtirok etsanglar bo'ladi. O'zbekistondan, Qozog'istondan iloji yo'q. O'yinda ishtirok etmoqchi bo'lganlar, Telegram kanalimizga yana qaytaraman. Obuna bo'linglar. Telegram kanalda barcha ma'lumotlar berib boriladi o'yin haqida. Shartlari bilan tanishasiz, ma'qul kelsa ishtirok etasiz. Ma'qul kelmadimi, oila budjetga ziyon keltirmasin, ishtirok etmaysiz, jimgina kuzatasiz. Bu safargisi ma'qul kelmasa, keyingi navbatdagi turimiz ma'qul kelib qolsa, o'sha turlarda ishtirok etasiz. Yoki-da qachondir ishonch bo'lganda, ana o'shanda ishtirok etasiz. Bo'lmasa, ishonch bo'lmayapti, ishtirok etmang. O'yin majburiy emas. Xohlovchilar va ko'ngillilar va ishonganlar uchun. Ishtirok etganman. 60,000 rubl yutganman debdi. Qani kim bizdan necha pul yutgan? Eski obunachilar bo'lsa yozinglar kommentga. $2000 yutgandik, olib kelib berishdi debdi opamiz. O'zi eski obunachilar biladi bizni. Sovg'alarni olgan, pul yutgan obunachilar. Eski obunachilarni taniydi, hammasi bilishadi. Rahmat. Ishinglarga omad debdi. Aziz do'stlar, navbatdagi tur bilan tanishib chiqinglar. Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar berib qo'yganmiz. Ma'qul kelsa ishtirok etinglar. Biletlarimiz oz qolmoqda. Biletlarimiz tugashi bilan finalda o'tkazamiz, aziz do'stlar. Oz qolmoqda. Oldingi refer qilmay qo'ydik, Muhammad Chesniy deb yozishibdi. To'g'ri, ozgina ishlar ko'payib ketib qolyapti. Ozgina oilaviy ishlar, boshqa ishlarimiz bilan ozgina vaqt bo'lmay qolyapti. Oldingidek ko'p efir qilmay qo'ydik. Iloji boricha qilamiz. Navbatdagi turga bilet olmoqchiman. Qanday ishtirok etaman? Hozir qaytarib o'tdim. Aytib o'tdim. Telegram kanaliga qo'shiling. Telegram kanalda barcha ma'lumotlar berib boriladi. Telegramimizda YouTube'da opsioniyasiga o'tasizlar. Ana shu joyda linkini ilib qo'yganmiz. Shu linkni ustiga bosib kirasizlar. Bo'lmasa aziz do'stlar, sizlar bilan suhbatimizni to'xtatamiz. Nasib bo'lsa, ertaga yana premyer efir qilamiz. Ertaga sizlar bilan to'rtta qiziqarli suhbat, o'yinimiz haqida 100% ma'lumot beramiz. Kanalimizga yangi qo'shilayotganlar, bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Qachonki ishonchingiz bo'lganda ana o'shanda ishtirok eting. Ertaga o'tkazamiz. Final qilamiz, efir qilamiz ertaga. Hammanglarga omad. Bo'lmasam, aziz do'stlar, kuninglar xayrli va mazmunli bo'lsin. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar, musofirdagilar. Ertaga efirga kiringlar, yana qiziqarli suhbat qilamiz. Nechta biletlar qoldi, qanchasi sotildi, qaysi kunlarga o'tkazamiz, sizlar bilan birgalikda planlashtiramiz. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Muhammad Chesniy Abdushi sizlarga hurmat qiladi. Hurmatli do'stlar, podpishkani ayamanglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.